Короче, hurmatli do'stlar, sopernikim kelgan. Bizda ozgina muammo bo'lib qoldi. Aytayaptiki, o'sha kuni sudya erta to'xtatib qo'ydi. Men uxlamay yotuvdim, deyapti. Yana urushamiz dedi. Shuning uchun men chaqirdim. Men boksim yaxshi dedim. MMAni men yaxshi kayfini qila olmadim. Xolasam boksda 3 raund tushib ko'raman dedim. Bo'ldi, dedi. Men hammasi tayyor. Команда стоп, значит стоп. Капа. Все, стоп, значит стоп. После стопа не работает. Уважение. Бокс. Стоп, стоп, стоп. Нормально? O'shanaqa zashta bilan bering, dastga bering. Kirgandan keyin faqat ikkita uring, ikkita. mazasi qolaman. Yo, yaxshi ishasiz. 2 raund ham yutdingiz o'zi. Men mo'ma qotdi. Победу одержал. Yo'q, ikkalamiz. Thank you, rahmat. O'zi ushlayman. Atkas qildi 2 raunddan keyin. Bilmadim, mana bolalar bilmayman kim yutdi deyishyapti. Nima deb o'ylaysiz? Yutdingiz aka. Tekkizdiman ekan mana. Siz ochkoga ham hamma tomondan. Peshanalarni ko'rsatib qo'ying, hali o'zlari ko'rmadilar. Nima qildi beshinamga? Aslbek o'g'lim, oila boqish oson emas bolam. Shuning uchun ko'ring o'g'lim, o'rganing. UFC'lar changalini uxlatadigan ukalarim bor mana. Bayas ukalarim bor mana shu bolalar. Xudo xohlasa ko'rasizlar. Inshaalloh. Meni yoshim yetguncha yana 15 yil vaqtlari bor. Yorib o'rishadi, prosta yorib o'rishadi. Ushmaymani janjal qildi, kameraga tushdi shu joylar. Shunga nima deb o'ylaysiz? Aka bu, O'rtacha men ozgina bo'lsa ham urdimmi? aka bu nima hozir deslishni boyisi professional. Siz bloger aka. Bu o'sha oyoq qo'l ishlamadi boksda. Zo'r aka siz. Sborga kelmoqchi bo'lsanglar, atletika qilib qo'yaman. Ozodaga krasavchik. Rahmat. Mana bu yerda mana ukalarim bor mana, chechen bola, Dog'istonlik bolalar. Assalomu alaykum. Buyuk trenerlardan bittasi akamiz Qo'qondan bo'ladilar. Xullas, Tabrik, tabrik. borlariga shukr. Mana brat из Дагестана. Главный рефери вашего вечера. От души всем. Dehqoncha bo'ldi, navbasi bo'ldi.